بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم azizlar. Bugungi suhbatimiz shukr va sabrning fazilati haqida bo'ladi. Alloh taolo insonni mukarram qilib yaratib, unga son sanoqsiz ne'matlar va tuganmas yaxshiliklarni ato qilgan. Bu ne'matlar va yaxshiliklari bilan insonni boshqa maxluqlardan afzal qildi. Agar bandalar shukr qilsalar, ularga ne'matlarini ziyoda qilishini va'da qildi va itoat qilsalar, bu ne'matlar davomiyligi va boqiyligining kafolatini berdi. Alloh taolo o'zining kalomida xitob qilgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ey iymon keltirganlar, sizlarga rizq qilib berganimiz pok narsalardan yenglar va Allohga shukr qilinglar agar unga ibodat qiladigan bo'lsangiz. Baqara surasi 172-oyat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shukr haqida shunday deganlar: "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril kathira va man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha. At-tahaddusu bi ni'matillahi shukrun va tarkuha kufrun val jama'atu rahmatun val furqatu azabun." Ravahul Buxoriy va Muslimun. Kim oziga shukr qilmasa, ko'piga ham shukr qilmaydi. Kim insonlarga tashakkur aytmasa, ulardan minnatdor bo'lmasa, Alloh taologa ham shukr qilmaydi. Ne'matlar haqida gapirish shukrdir. Uni gapirmaslik, eslamaslik esa noshukrlikdir. Jamoat bilan yurish rahmatdir. Yolg'izlik esa azobdir, dedilar Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatlari.